Bizda Lacetti Gentra avtomobillarini pastki hadovoy qismlari 100% bir xil bo'ladi. Lacetti avtomobilimizni hadovoy qismini polniy remont qilib berishlikka olib qolganmiz. Avtomobilimizga 1 yil kafolatli 4 ta amortizator, orqa reaktivniy vtulkalarni qo'yib beramiz. Reaktivniy vtulkalarni ko'rishingiz mumkin. O'ta holati og'ir, oralari ochilib, orqasi juda yomon holatga kelgan. Orqa amortizatorlar yoq qo'ygan, prujinalari singan. Holati juda yomon. Agar avtomobilni orqa amortizatorlari yoq qo'yib uzoq yurib olsa, bilingki, avtomobilning prujinalari sinadi. Xo'p, orqa qismiga reaktivniy vtulka, orqa ikkita amortizator, rezinkalari, barcha narsalari, kolodkalari zamin qilinadi. Endi oldi qismiga o'tsak, oldi qismida richakda sanli blok, toshbaqa rezinkalari, oldi chashkalari, oldi amortizatorlari, shu joydagi podushkalari, barcha mayda-chuyda rezinkalari, stabilizatorlari shulari almashadi. Avtomobil o'ta ideal holatga keladi. Bizda barcha turdagi avtomobillar uchun 3 xil amortizatorimiz mavjud. Birinchisi Xitoy Gentra Lacetti avtomobillari uchun 4 ta komplegi narxi 800 ming so'm. Xitoy. Xo'p, undan keyin Nevesmo firmaniki bor. Xo'p, 4 tasi 1 million 400 ming so'm, kafolati 1 yil yoki 60 ming probeg. Xo'p, undan keyingi, undan ham zo'rini xohlaganlar uchun koreyskiy Optra, oldiga Optra qo'yiladi. Agar orqasida metan gazi bo'lsa, orqasiga Diamond degan amortizator qo'yiladi. U ham koreyskiy. Agar uni qo'ymoqchi bo'lsanglar, 4 tasini narxi 1 million 900 ming so'm bo'ladi. Hozirgi kunda eng ko'p qo'yilayotgan amortizator o'rtancha, 1 million 400 ming so'mlik amortizatorimiz Optradaqa xizmati zo'r, sifati zo'r, shunaqa xizmat ko'rsatyapti. Bunga kolodkalar qo'yiladi. Kolodkaga o'zimizning brend Hypat keramikali kolodka qo'yiladi. Undan boshqa brendli kolodkalarimiz bor. Probegi ko'proq yuradi, lekin yozning kunida kun issigan vaqtda u chiyillagan ovoz 100% chiqaradi. Shuning uchun yumshoqroq, probegi ozroq bo'lishi mumkin. Taxminan 5 ming yoki 10 ming probeg ozroq bo'lishi mumkin. Qattiq kolodka 50 ming yursa, bu 40 ming yurishi mumkin. Shuni qo'yishni tavsiya qilamiz. Chiyillamaydi, sizni hech qanaqangi asabingizga tegmaydi. Avtomobilimizni polniy kamchiliklarini qilib, shu joylarida yorilgan, hadovoy qilmay uzoq yurib olgan sababli shu balki qatadigan joylarini yorib olgan. Avtomobilimizni o'ta ideal qilib beramiz. Barcha xizmatlarimizga 1 yil kafolati bor. Bizga obuna bo'ling. Bizning sahifamizda siz uchun foydali kontentlar, videolar qo'yilib boriladi. Hammaga rahmat.